Opalar assalomu alaykum. Hozir sizlarga 3 ta savol beramiz, 2 ta savol beramiz bo'pti. To'g'ri topsanglar, homiylarimiz tomonidan go'sht va kalbasa mahsulotlarini hadya qilamiz. Bo'laverami? Qaranglar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam necha marta haj qilganlar, necha marta umraga borganlar? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam 3 marta umra qilib, 1 marta katta haj qilganlar. Ozgina dashdingiz. Siz-chi yo'qmi? Men ham shuni deyman. Shu? Ashundaysizlarmi? 3 marta umra qilganlar, 1 marta katta haj qilganlar. Xo'p, keyingisi. Bu noto'g'ri bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni nechta o'g'illari va nechta qizlari bo'lgan? 4 ta qizlar bo'lgan. Xo'p. 2 ta o'g'illar bo'lgan. Variantlar bor lekin. 3 ta o'g'illari bo'lgan. O'zi men birinchi so'ringizni men bilmadim. Men kitobdagi bir narsani aytib, siz noto'g'ri Mayli, qarang. Qarang bo'pti, opa. To'g'ri topsangiz ham, noto'g'ri topsangiz ham bu podarkalarimiz siz uchun, opa. Men opa, men oling, mana. Qarang endi savolimizga javob.